18. Sura Sura Kaf. Mekke'de nazil bolgan 110 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cemi hamdu sana Allah'a xostur ki Allah insanlarını öz tarafından bolgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mo'minlarga obdan mukofot beradiganligi bilan xush xabar berish uchun bandisiga to'g'ri hech qanday qing'irliq bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ya'ni payg'ambar Muhammadga to'g'ri, ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ular cennette mangu qoladi. Ya'ni yaxshi amallarni qilgan mo'minlar cennette mangu qoladi. Allohning bolasi bor degichilarni ogohlantirdi. Ular va ularning ota-bobolari bu bo'htonlarda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning og'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng? Ular faqat yolg'onni aytadi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog', bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tub-tuz bayovonga aylantiramiz. Ashabul Kahfni va raqamni, ya'ni Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qaradingmi? Öz vaqtida bir qancha yigit g'orni pana joy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgin. Bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin dedi. Ularni biz g'orda uzun yillar uxlatib qo'ydik. Ondan ikki guruhdan, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysisining g'orda qanchalik uzoq turishganliklarini inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni uyg'otdik. Biz sana ularning hikoyasini rosti bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigoriga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini mustahkam qildik, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi: bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning shirki bor deydigan bo'lsak, bu chog'da haqiqatdan to'liq yiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlariga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni choplagan odamdinmi zolim kim bor? Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlardan ayrilgan ekansizlar, g'orni panoh joy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi. Kun chiqqan chog'da ularning qorning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun potgan chog'da ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rasan. Ya'ni g'orning shigi
shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turadi. Allah ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patqandimi, uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'ttirsidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimki Alloh hidoyat qiladi ekan, u haqiqatan hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatkichi do'stini hargizmi topolmaysan. Mubada ularni ko'rdigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turdiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning ishti g'orning bo'sog'isiga 2 futini so'zib yotadi. Agar ularni ko'rdigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib qochgan bo'larding. Ularni uxlatganimizdek, g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri bu g'orda qancha uzoq turdinglar dedi. Ular bir kun yoki bir kundan oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliklarini Parvardigoringlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir och. Biringlarni buyuringlar. Bu tangilarni shaharga elib berib, kimning tomoqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setilib elib kelsin. U shaharga kirishda va tomoq setilishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma kesak qilib o'ldiradi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Mundaqda hargizmi maqsadinglarga erisholmaysizlar. Ularni uxlatib uyg'otganimizdek, kishilarga Allohning qayta terildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ldiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabzi ruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida da'talash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yeniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning ishigiga bir tom etinglar dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar katavashlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishiga oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Ular, ya'ni payg'ambar alayhissalomning zamonidagi nasoralar, u Ashabul Kahflar 3 bo'lib, 4-inchisi ularning ishtidir deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib, 6-inchisi ularning ishtidir deydi. Bu butunlay asossiz, qarisiga aytilgan so'zdir. Yana ba'zilar ular 7 bo'lib, 8-inchisi ularning ishtidir deydi. Aytqinki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Uningdan boshqa ozgina kishilar biladi. Ular to'g'risida nasoralar bilan faqat yuzagina munozirlashgan. Ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'onga chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'ramagan. Sen biror ishni qilmoqchi bo'lsang, ati u ishni cho'qim qilaman demay, Alloh xolisa degan so'zni qo'shib degin. Ya'ni Alloh xolisi qilaman degin. Alloh xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Alloh xolisini esingga kelganda aytqin.
hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini umid qilaman. Ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degin. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. Aytqinki, ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal. Allohning anglashi nima degan mukammal. Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Alloh o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganni o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Sen hargizmi Allohdan bo'lak iltijoga topolmaysan. Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qiladiganlar bilan, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan sabrchan bo'lgan holda birga bo'lgin. Hayoti dunyoning zibu zinnatini deb, ya'ni mushriklarning cho'nglarining suhbatini deb, ularni ko'zga ilmay qolmag'in. Biz dilini zikrimizdan g'aflatli qoldirgan, nafsi xohishiga agashgan, ishi haddidan oshgan odamning so'ziga agashmagin. Ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ldi. Xohlagan odam iymon etsin, xohlagan odam kofir bo'lsin degin. Biz haqiqatan kofirlar uchun tutun pardalari, ularni urib oladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga ma'dan eritmasiga o'xshash yuzlarini kuydirib o'tadigan nihoyatda qiziq suv beriladi. Bu nima degan yomon sharob? Jahannam nima degan yomon joy? Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'qqa chiqarib o'tmaymiz. Ana shular ostidan o'stanlar eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramon bo'ladi. Jannatda ular oltin bileziklarni soladi. Nefis va qalin yipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiydi. Oltin va esil raxtlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Bu nima degan yaxshi mukofot? Jannat nima degan go'zal joy? Ularga, ya'ni kambag'allarni yenidan qo'g'lab o'tishni talab qilgan kofirlarga, biri mo'min, biri kofir bo'lgan mundoq ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, ya'ni kofirga, biz atrofi xo'rmizorliq, ikki bog'ning o'ttirisi ekinzorliq bo'lgan tolliq ikki bog' ato qildik. Har ikkilisi kam ko'zsiz, to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turadigan o'stanlarni barpo qildik. U bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. U birodariga faxrlanib, "Men sendan boy, odamlarim seninkidan ko'p" dedi. Ya'ni xizmatchilarim, bolalarim va yordamchilarim seninkidan ko'p dedi. U mo'min birodarini yetilab beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi: "Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman." Uningga mo'min birodari munozirlashgan holda aytdi: "Seni aslida tuproqdan, ondan obi ma'nidan yaratib, ondan seni ravrusk inson qilgan zotni inkor qilamsan? Lekin men
Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmayman. Sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desang-chi. Sening qarashingcha mening melim va avlodim seninkidan oz bo'lsa-mu, umidki Parvardigorim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beg'inga osmondan bir ofat yuzlandirish bilan beg'ing tüp-tüz qaqas yerga aylanib qolg'ay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. Uning mevalari vayron bo'ldi, ya'ni beg'i vayron bo'ldi. Tollarining bedishlari yerga yiqildi. U boqqa sarf qilgan chiqimlarga hasrat chekib, ikki olqinini uvlig'ila turdi. Hamda u men Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmasam-chu dedi. Onunğa Allah'tan başqa yardım qiladigan, ya'ni uningdan bu balani dafi qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'zigimi o'zi yardım qilolmadi. Ya'ni balani o'zidan dafi qilolmadi. Bu yerda madadkor bo'lish, ya'ni mundaq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Allah o'ziga iymon etguchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Uningga yulangan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir. Ey Muhammad, ularga, ya'ni kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq misolni keltirgin. U shuningga o'xshaydiki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib, bo'liq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Allah har narsaga qodirdir. Mollar va bolalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Boqiy qoladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmi yaxshidir. Umid texmi cho'ngdir. O kunda, ya'ni o qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, tüp-tüz ko'rsin. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni o insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. O jimi xaloyiq sab-sab bo'lishib Parvardigoringga to'g'rilanadi. Kofirlarga sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin terilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kishilarning nomi amali o'ttiriga qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rasan. Ular voy bizga, bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi deydi. Ular qilgan atganlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'radi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. O'z vaqtida biz farishtalarga, odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis jinlardan edi. Shunga u Parvardigorining hitoyatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qila olamsizlar? Holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal? Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon
ularga, ya'ni u shaytonlarga osmonlarning va zaminning yoritilishini, ularning o'zlarining yoritilishini ko'rsatganim yo'q. Ya'ni mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni ozdirg'uvchilarni yordamchi qilib olganimmi yo'q. Shu kunda Alloh ularga aytadi: sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganlarni chaqiringlar. Ular chaqiradi, lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'tolmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnsan ko'p da'talash qiladi. Ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir. İnsonlarga hidoyat kelgan chog'da ularning iymon etmasliklari va Parvardigordan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishini kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etuvchilarga xush xabar berguchi, osiylik qiluvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Kofirlar payg'ambarlar elib kelgan haqiqatni yo'qqa chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashadi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara qilib oldi, ya'ni uyanchiq qilib oldi. Parvardigorining oyatlari bilan pandi nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'ragan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidinmi zolim kishi bormi? Shubhisizki, biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik. Quloqlarini ig'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Parvardigoring nihoyatda mag'firat qilg'uchidir va rahim qilg'uchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panohga topolmaydi. Shu shaharning aholilari zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ya'ni Hud, Solih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. O'z vaqtida Musa yosh xodimiga, ya'ni Yusha ibn Nunga ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetmagicha mengishimni to'xtatmayman. Shu joyga yetganga qadar uzoqcha mengayverman dedi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l ilib kirib ketdi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimga atiganlik tomoqimizni ilib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik dedi. Yosh xodim, biz cho'ng tosh ostida orom olayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning terilib savatdan sakrab chiqib, daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men rostli beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unutildiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. Musa, bizning izlaydiganimiz dal mushu edi dedi-da,
ikkisi kelgan izi bo'yicha keyniga yenishdi. Bu ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yinida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni bildirgan bir bandani uchratdi. Ya'ni biz ilmiy g'aybni bildirgan Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa uningga Allah sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun sana ergishaymi? Ya'ni suhbatingda bo'laymi dedi. O aytdi: Sen ben bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib turolmaysan. Sen chunqur to'nib yetmagan, ya'ni qaramoqqa yomon, ammo vohidini sen tushunmagan ishqa qandoqmi sabr taqat qilib tura olaysan? Musa aytdi: Allah xolisa meni sabr qilg'uch ko'rasan. Sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman. Xizr aytdi: Agar sen bana ergashsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha uningdan so'rama. Ya'ni o'zim so'zlab bermagicha qilgan ishlarimdan so'rama. Shuning bilan u ikkisi birlikda minib kelib bir kiyimiga chiqishdi. Xizr kiyimini teshib etdi. Ya'ni kiyimining bir taxtasini sug'urib etdi. Musa uningga kiyimidagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kiyimini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli bir ishni qilding dedi. Xizr, sen haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demedimmi dedi. Musa aytdi: Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma. O ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balni uchratdi. Xizr uni o'ldirib qo'ydi. Musa: Bir begunoh jonni nahaq o'ldirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding dedi. Xizr aytdi: Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demedimmi? Musa aytdi: Buningdan keyin yana sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga hamroh bo'lmaslikda ma'zursan. O ikkisi yana birga minib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rlib shay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan silab tuzlab qo'ydi. Musa aytdi: Agar xohlasang, bu ish uchun albatta ish qilgan bo'larding. Xizr aytdi: Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib tura olmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray. Kiyimiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kiyimisi edi. Men uni teshib aybni qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, ya'ni ularning boradigan yo'llarda har qanday saq kiyimini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. O'ldirilgan bolaga kelsak, uning ota-onasi mo'min edi. U aslida kofir yaratilganlikdan cho'ng bo'lganda, uning gumrohlik bilan kufrni ota-onasiga tanishidan qo'rqdik. Shuning uchun biz ularning Parvardigorining ularga u bolaga qaraganda pok va kuyimlik farzand ato qilishini iroda qildik. Tomga kelsak, u shahardagi 2 yetim bolaning edi. Tom ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tom o'rilib ketsa, xazinasi ichilib qilib kishilar uni elib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigorim ularning cho'ng bo'lganda tom ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Parvardigorimning ularga qilgan rahmatidir. U yuqorqi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q, balki uni Allohning amri,
va ilhom bilan qildim. Sen sabr taqat qilib turolmagan narsalarning haqiqati ana shu. O Yahudilar senden Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. Sizlarga men uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degan. Biz uningga zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Onunğa öz maqsadiga yetishning butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Zulqarnayn Allah onunğa osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. O kun petish tarafga yetib borganda kunning qori loyliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. O buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Biz ey Zulqarnayn, sen ularni jazolag'in yoki ularga yaxshi muomalada bo'lg'in dedik. Zulqarnayn aytdi: kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan o Parvardigorining dargohiga qaytarildi. Parvardigori uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Ondan Zulqarnayn Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, bu qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga mo kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Ondan u Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular: ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilg'uvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma silib berishing uchun sana bir qism melimizni bojga o'xshash to'lsak bo'lamdi dedi. Zulqarnayn aytdi: Allohning bana bergan narsalari ortiqdir. Ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning bana berdigan belinglardan ortiqdir. Bana odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma silib beray. Bana tömür parçalarını elib kelinglar. Tömür parçalar dövlünüp, ikki tog'ning orasi tekshi bo'lganda köyüklerini besinglar. Tömür parçaları qizib, o'tdek bo'lganda, o eritilgan misni bana beringlar, ustiga to'kay dedi. O Yajuji va Majujilar uning ustiga chiqishgami, uni tishishgami qodir bo'lolmadi. Zulqarnayn aytdi: bu to'smaning barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishga oshganda u uni tuz qilib o'tadi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga geralashtirib o'tamiz. So'ri chilinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz. U kunda kafirlarga jahannamni oshkora ko'rsatamiz. Ularning bu dunyodagi chog'larda dillarining ko'zlari meni yod qilishdan pardlangan edi. Ularning dillarini zulmat bosqanligi uchun kalomullarni anglashga qodir emas edi. Kafirlar meni qo'yib bandalarimni ma'bud qilib olsa bo'ladi deb o'ylandi. Biz jahannamni kafirlarga haqiqatan manzilgoh qilib tayyorladik. Sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylikmi? Ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'qqa chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ana shular
Parvardigorining oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan. Natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni qilchi e'tiborga olmaymiz. Ya'ni mundaq kishilarni qilchi e'tiborga olmaymiz. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxara qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyo bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugamay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubodo yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilinadiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobni umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin.